Bizda keyingi muammoli savollardan biri. Kompyuter ustaxonasi eski kompyuterlarni ta'mirlab, ularni 40% foydasi bilan sotardi. O'rtacha hisobda yiliga $300 kompyuterlardan 60 ta olardi. Bundan oldingi yildagi har bir kompyuterlarni to'liq ta'mirlab sotib bo'lingan. Demak, ustaxonada boshqa kompyuterlar qolmagan. Bu yil ta'mirlash uchun 80 ta demak, 80 ta demak kompyuter sotib olindi. 30% foydasi bilan sotilishi boshlandi. 5 ta kompyuterni to'liq ta'mirlay olinmadi. Shuning uchun ularni o'z tannarxida sotilishi ma'lum qilindi. Ammo yil yakunida ham bu buzuq kompyuterlar umuman sotilmadi. Demak, umuman sotilmasdan qolib ketib qoldi. Qolgan barcha barchasi sotilib bo'lindi. Bundan tashqari ustaxona aksiya e'lon qilib, 5 ta to'liq tuzata olgan kompyuterlarni $5 foyda bilan demak qolganini esa 30% foydasi bilan barchasini sota oldi. Ushbu sotuvda sotilmagan kompyuterlar zarar deb hisoblansa, bu yil ustaxona necha dollar foyda ko'rdi deyilyapti. Xo'p, ma'lum bo'ldiki, biz 80 ta demak kompyuterni olyapmizda, 5 tasini tuzata olmadik. 5 tasini tuzata olmadik va sota olmadik o'zini narxiga ham. Xo'p, demak 75 ta kompyuter qolyapti. Va 75 tadan yana 5 tasini demak bizda aksiyaga tushib, demak $5 dan foyda bilan sotilyapti xolos. 5 ta kompyuterni $5 dan sotadigan bo'lsak va bizda bu yerda $25 foyda qilgan bo'lamiz 5 ta kompyuterdan. Ana endi qolgan 70 ta kompyuterda esa 30% foydasi bilan sotyapmiz. Ya'ni bitta kompyuter demak $300 bo'ladigan bo'lsa o'rtacha, uni demak 30% ni qanday topamiz deydigan bo'lsak, 30% o'quvchilar demak bizda 100 dan 30 hisoblanadi qism bo'yicha. Demak 100 dan 30 qismini topish kerak bo'lyapti. Yoki 10 dan 3 qismga to'g'ri keladi. Bittadan 0 o'chirib yuborsak, qisqartirsak 10 ga 10 dan 3 qism topish kerak $300 da. Demak $300 da demak 10 dan 3 qism topish uchun demak 10 ga bo'lib 3 ga ko'paytiramiz va bizda bu demak hosil bo'ladi. Xo'p, $90 demak foyda bilan sotilyapti ekan har biri va biz bunday foydadan nechta sotdik desa 5 ta sota olmadik, 5 tasini $5 foyda qildik, qolgan 80 tadan demak qolgan 70 tasini demak biz $90 dan foydasi bilan sotyapmiz. Demak $90 dan foydasini sotganimiz uchun ko'paytiradigan bo'lsak $6300 demak foyda bo'lar ekan. Endi buni ichida 5 ta demak sotilmagani zarar deb hisoblaydigan bo'lsak, zararimiz qancha bo'lgan desak, 5 tasi $300 dan olinganligi uchun $1500 demak zarar hisobida demak hisoblanyapti biz uchun. Chunki sota olmadik uni. Endi bu $6300 foydadan bu zararni ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsak 0 demak 8 demak $4800 demak foyda qolyapti va bunga ana bu 5 ta $5 foydani qo'shadigan bo'lsak, ya'ni $25 da qo'shadigan bo'lsak, bizda demak $4825 demak foydasi bilan bu yil demak sota olgan bo'lamiz kompyuterlarni. Javob to'g'ri ekan.